Assalomu alaykum aziz do'stlar. G'ashar Rahmatulloyev podkasti o'z ishini davom ettirmoqda va navbatdagi mehmonim bilan tanishtirishdan avval odatdagidek Toshkentdagi Adju universitetiga, Vagif Zakirov studiyasiga hamda Sinamet kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Bugungi mehmonim juda ajoyib inson, juda chiroyli. Endi ayol shaxsan men uchun yosh qiz hali. Taniqli boshlovchi. Bugungi kunda Sevimli telekanalida informatsion dastur boshlovchisi Arivat Grigoryan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Sizni Xushvaqt bo'ling, yaxshimisiz? To'g'risi, siz bilan ko'rishmaganimizga ham ancha bo'lib qolibdi. Ancha yillar o'tib Hozir ketdi. kirganda aytdingiz, agar yonimdan o'tib ketganingizni tanimasdim deb. Ha, sizni tanimasdim. Shunchalik darajada yana ham yaxshi tarafga o'zgardingiz, G'anishar aka. Rahmat. Endi chiroyli qizdan mana shunday so'zlarni eshitish qanchalik yoqimli ekanligini aziz do'stlar oddiy so'z bilan aytish qiyin. Umuman olganda sizni o'sha birinchi kelganingizdan boshlab televideniyada birinchi kelgan paytlaringizda unda hali tanishmas edik, lekin o'sha xushchaqchaq bir yaxshi kayfiyat bilan doim kulib, tabassum bilan ko'rgan odamga assalomu alaykum deb o'tishingizni o'zi biroz o'sha paytda hayron bo'lib, Noodatiy tuyularda. noodatiy. Nega? Yo'q, salom berish bu endi tabiiy, hammamiz ham beramiz. Lekin men ismingizni, familiyangizni bilardim. Arivat Grigoryan kelib assalomu alaykum deb toza o'zbek tilida salomlashib o'tib ketishingiz biroz menga g'alati tuyulardi. Vaholanki juda ham ko'pgina do'stlarim ruslar, karuslar, armanlar o'zbek tilida bemalol gaplashardi, lekin baribir qanaqadir bir boshida sal o'zbek tiliga mana shu endi shunchalik yaxshi bilib, endi bugungi kunda dasturni olib borish Unga avvalambor mehr berish kerak. G'anishar aka, mehr. Bilasizmi, 2003-yilda kelganman televideniya sohasiga. Mana hozirgi kunda biz aytishimiz mumkin. Juda ko'p millatlar o'zbek tilini o'rganadi, yaxshi gaplashyapti. Lekin 2003-yilda bu hali noodatiy holat bo'lgan edi nazarimda. Bilishligi mumkin edi. Qo'pol qilib aytganda ko'cha tilida. Lekin misol uchun men endi o'zbek bog'chaga borganman, o'zbek maktabini bitirganman. U nafaqat o'zbek tilini yaxshi bilishim, uni grammatikasini bilishim, misol uchun men ruslar bilan hattoki bir kun ham tahsil olmaganman. Faqat butun hayotim o'zbek millati bilan va o'zbek tili bilan bog'liq. Shuning uchun hozirgi kunda o'zbek tiliga nisbatan bo'layotgan mehr va e'tibor kundan kunga oshib boryapti. Lekin 2003-yilda shaxsan men o'zbek tilini yaxshi biladigan boshqa millat vakillarini uchratmaganman. Sababi oddiygina. Men nazarimda, hozir ham balki xato qilayotganman. 90-yillarda Sovet ittifoqi o'z faoliyatini tugatgach, ya'ni bu davlat yo'q bo'lib ketdi. Yangi mustaqil mamlakatlar paydo bo'lgan paytda juda ham ko'p rusiy zabon hamyurtlarimiz Toshkentdan umuman O'zbekistonga ko'chib ketgan edi. Ma'lum bir vaqt mobaynida qanaqadir vakuum bo'lib paydo bo'ldi. Bu ya'ni rusiy zabonlar ancha kamayib qolgan, ancha kam bo'lgan payt va ular ilgarigidaqa o'sha o'zbek tiliga, o'zbek o'sha mahallalarda ruslar kamayib qoldi-da. Rus tilini faqat ya'ni demoqchimanki, shahar o'rtasidagi ruslar qolgan bo'lsa, ularda o'zbek tiliga ehtiyoj ham bo'lmagan-da. Ular atrofidagi o'sha atrof muhitda faqat rus tilida bo'lgan. Shuning uchun o'zbek tilida ham gaplashishmagan ular. Xo'p, bo'lishi mumkin, lekin tanganing ikkinchi tarafi ham bor-da. O'zbek millatini rus tiliga bo'lgan qiziqishiga nima deysiz? Misol uchun, ko'p o'zbeklar o'zini farzandini, hatto o'zligi ham o'zbek sinfga bormasdan turib rus sinfga berishadi va haligacha xuddi shunaqa holat bo'lyapti, lekin nisbatan baribir o'zbek tiliga nisbatan hozirgi kunda hurmat, mehr ortib boryapti insonlarda. U nafaqat misol uchun boshqa millat vakillarida o'zimizni o'zbeklar ham baribir farzandini hozirgi kunda u vaqt bilan solishtirganda o'zbek sinfga berishga harakat qilishyapti. Chunki davlat tiliga nisbatan juda ham katta e'tibor berilyapti hozirgi kunda. Mana albatta bu masala, mana til masalasi juda ham bir nozik masala. Men nazarim nega?
mana o'zbek tilini juda ko'p ko'pchilik turli millat vakillari aynan o'sha urush paytida evakuatsiyaga kelgandan keyin ayniqsa bolalar ko'pgina o'zbek oilalarida tarbiyalanib katta bo'lib o'sha uy egalarini ota ona deb aytgan keyin filmlar ham bor, tarixdan ham buni bilamiz. O'zbek tilini o'rganishga sabab ularni hech kim qo'rqitmagan, urmagan u, urushmagan, majbur qilmagan. To'g'ri. Mehr, albatta. o'zbeklarning mehri, o'zbeklarning odobi, o'zbeklarning urf-odatlari, qanaqadir yumshoqligi, mana shu hamma borini hammasini berib yuborishga tayyor bo'lganligi o'sha narsaga da'vat qilgan. Albatta. Undan keyin ham mana butun o'sha davr davomida o'zbeklarning o'sha mehmondo'stligini, ularni mana shu hammaga bo'lgan oqibatini ko'rib turib, odamlar hurmat yuzasidan o'rgangan shu. To'g'ri. Keyin mana ming afsuski, ma'lum bir vaqt mobaynida mana shu narsa yo'q qoldi. Sal oqibat ham ketib qoldi. Sal bir-birimizga bo'lgan, hattoki o'zbek tilida mana o'zimiz ham ko'pincha ko'ramiz, o'zbek tilida mana yoshlar gapiryapti. Toza o'zbek tilida gapirayotgani yo'q-da. Ayrim so'zlarni qo'shib gaplashyapti. Albatta. Mayli, sheva ikkinchi daraja. Ikkinchi daraja. Misol uchun Farg'onada, Buxoroda, Samarqandda, Xorazmda shevada endi tabiiy shevada gaplash. Lekin bundan tashqari mana oddiy xabarlarni yozishda. Men hozir bugungi kunda tarmoqda juda ham ko'p ko'ramiz. Izohlarni yozayotganda yoki qanaqadir bir o'zicha publikatsiya qildim deb qo'yadi. Lekin tekstini, matnini olib qaraydigan bo'lsak, ichida o'sha ilgari ham aytgan edim, ikkita gapda 8 ta 9 ta xato qilyapti. To'g'ri. Grammatik xatolarga ham juda katta hozir aniq. O'zbek tiliga bo'lgan hurmatni oshirish uchun bu narsalarni o'zimiz to'g'rilashimiz kerak birinchi o'rinda. To'g'ri. O'zimizdan boshlashimiz kerak. Albatta. Avvalambor biz vatanparvar bo'lishimiz kerak. Misol uchun men kichkinalik vaqtimda yosh qiz 3-4 yoshligida nimani bilishi mumkin? Hech narsani bilmaydi. Lekin bu bilasizmi, oiladagi muhit, otam misol uchun arman, onam ruslar, bizani endi o'zbek tilini biladigan oilamizda hech kim yo'q edi. Lekin onam bilasizmi, men kichkinaligimdan esimda borda, "Я так люблю узбекский народ" derdilar. "Я так люблю узбеков". Endi bu bilasizmi, o'sha miyaga o'rnashib ketganda, shuning uchun ham meni qizim o'zbek bog'chaga boradi. O'zbek bog'chaga borganimdan keyin endi misol uchun atlas ko'ylaklarni kiyish, sochi mayda o'rash, o'zbek qo'shnilar bilan qiziqqanimdan ham ko'proq muloqotda bo'lishim, bu bir tarafi. Lekin u bog'cha vaqti ham davri tugadi. Bolani 1-sinfga berish kerak. Qaysi sinfga borasan? U misol uchun o'zbekskiy klass deganman, o'zbeklar bilan o'qiyman deganman. Ha, mayli deyishdi. O'zbek bog'chaga, o'zbek maktabga olib borishyapti. O'sha paytlar aytvaman-ku sizga, bu nonsens bo'lgan. Qanaqa qilib bu boshqa millat vakili o'zbeklar bilan o'qiydi? O'sha paytlar misol uchun alifbek kitobini ochib oldimda, har bitta o'sha yerdagi rasmlarni menga ko'rsatib, men ularni o'zbek tilida aytishim kerak edi. Chunki men o'zbek yigit bolalarga, qizlarga xalaqit berishim kerak emas edi ta'lim olish paytida. O'sha dastur bo'yicha hammasi ketish kerak. Men misol uchun hammasini o'zbek tilida aytib bo'lganimdan keyin meni o'zbek sinfga qabul qilishdi. U ham mayli, 9-sinfni bitiryapsiz. Kollejga kiraman dedim. Kollejga kirgan vaqtimda kollej direktori iqtisodiyot kollejiga o'qishga kirganman. Imtihondan oldin men bilan suhbat o'tkazgan. Bu haqiqatan o'zbek tilini biladimi? Ishonmagan. Kollejda o'qib yurgan vaqtimda, endi kirgan paytimda o'sha televideniya sohasiga ishga kirganman. U ham bir baxt, bu ham bir omad. Lagerga borib yurgan vaqtimda o'zbek tili bo'yicha konkurs o'tkazilgan edi. O'shanda 1-o'rinni olganman va televideniya sohasidagilar Elvira Tuhvatulina. Meni televideniyaga kirishimga katta sababchi bo'lgan inson shu inson bo'ladi. Birinchi endi ular lagerga borishgan. Alan Cherkasov hozir bular endi ashula aytibdilar, o'g'illari. O'sha paytlari Territoriya M degan ko'rsatuv bo'lardi. TTV telekanalida bular lager borib, misol uchun boshqa millat vakillarini o'zbek tilida qanchalik yaxshi gaplashayotganligini suratga olishardi. Ko'rsatuvligi shunaqa bo'lardi. Imенно Territoriya M ko'rsatuvi menimcha boshqa millat vakillari bilan bog'liq edi. O'sha konkursda men 1-o'rinni olganimda uni televideniyaga efirga berishgan, keyin esa men bilan alohida suhbat o'tkazishgan, men haqimda ko'rsatuv oldilar Elvira Tuhvatulina va keyin o'sha televideniya sohasidagi davr informatsion dasturida meni rahbariyatimni menga nisbatan qiziqish paydo bo'lgan. Bu qiz kim? Chaqiraylik, bizda ishlasin, harakat qilsin. Misol uchun bu insonga men haligacha juda ham minnatdorman va
hech shubhasiz katta g'urur va iftixor bilan aytishim mumkin. Arivat Grigoryan bo'lganligim hozirgi kunda ozmi ko'pmi insonlarning orasida tanilgan insonman hisoblanaman va barcha yutuqlarim, erishgan a, mm, erishgan yutuqlarim hammasi bari bu albatta o'zbek tilini orqasidan bo'ldi. O'zbek millatini qo'llab-quvvatlaganida va o'zbek tilini, ya'ni davlat tilini bilganimdan bo'ldi. Tushunarli. Mana endi savol, tabiiy savol tug'iladi. Mhm. Onam rus, otam arman deyapsiz. Islom dinini qabul qilganman. Yo'q, alhamdulillah. Alhamdulillah. Endi savol. Aha. Boshida mana endi oilada rus tilida gaplashgansizlar-ku? Rus tilida. Rus tilida. Lekin bog'chada misol uchun buni Yo'q, o'rganganman. uni tushunaman, lekin o'sha mana shu fikr kelishini o'zi hozir ko'pchilik uchun juda ham g'alati tuyuladi. Misol uchun rus tilida gaplashadigan oila, rusiy zabon oilada ona o'z farzandini o'zbek o'sha bolalar bog'chasiga berganligi. Bu narsani sekin emas, baland ovoz bilan qattiqroq gapirish kerak ekan. Sevgi, muhabbat-da buni Ya'ni orqasida turibdi. demoqchimanki, sizni ketingizda mana shu ergashadiganlar balki ko'payib qolar. Xudo xolisa, qanchasi ko'paygandir balki. Lekin o'sha vaqtlari bilasizmi, onam ustidan rus qo'shnilarim kulishardi. Nima qilasan? Nima keragi bor? Yaxshi ta'lim ololmaydi. Nima keragi bor? Ko'pchilik hozir hamma rus sinfga beradigan bo'lsa, sen qizingni o'zbek sinfga beryapsan. Yaxshilab o'ylab ko'r. Qancha kulishganda, to'g'risini aytsam. Lekin bundan keyin qanchalik menga omad kelishini hech kim tasavvur qila olmasdi. Endi bu yerda yana bitta narsa bor-da, mana bundan oldin ham bu haqda gapirganmiz. Albatta afsuski, ming afsus. Men misol uchun har safar afsus bilan aytaman. Negadir mana o'zbek tilidagi o'sha o'zbek sinflarida, o'zbek maktablarida rus tilidagi rus maktablariga nisbatan baribir ta'lim tizimi sal pastroqdek tuyuladi. Institutda, universitetda ham taxminan shunaqa bir holat kuzatilgandek. Ko'pchilikning fikri bu. Aslida shundaymi, shunday emasmi bilmadim, chunki men o'zim Chunki men ham bilmayman. rus maktabida o'qiganman, rus gruppasida o'qiganman. O'zbek gruppasida yoki mani ukalarim o'zbek maktabda, o'zbek sinfida o'qigan. Misol uchun ularning bilimi menikidan ja past deb o'ylamayman. Lekin shunaqa bir fikr yurgandek bo'ladi. Ammo o'zbek tilida beriladigan darslar, o'zbek tilida olib boriladigan o'sha oliy o'quv yurtlaridagi o'sha ma'lumot shunaqa darajaga ko'tarilishi kerakki, odamlar o'sha o'zbek tilini o'rganib, o'sha universitetda o'qish orzu qilish kerak men nazarimda. Mana shu narsa agar bo'lsa, misol uchun bu meni orzuyim. Mana nimaga bundan oldin ham gapirganman. Nimaga chet elga borib, Rossiyada rus tilini o'rganadi? Nega? Chunki o'zga o'sha oliy o'quv yurtiga kirib o'qish kerak. U yerda ma'lumot rus tilida. Nafaqat u yerga kirish uchun, nemis tilida, Angliyada, u yerda yashash uchun o'sha davlatni tilini bilish kerak. Bizda keladi baribir, misol uchun misol uchun chet eldan kelib o'zbek universitetida ataylab o'zbek tilini o'rganib, o'zbek universitetida o'qiganlar. Hozir misol uchun o'zbek tili bayramida men bildim boshqa millat vakillari juda ham ko'p, haqiqatan karslar kelgan, yana qayerdan, Indiyadan, Hindistondan kelganlar juda ham ko'p. Ular sof o'zbek tilida gaplashyapti. Haqiqatan o'zbek tiliga, uni madaniyatiga, tarixiga qiziqadiganlar hozirgi kunda endi ko'payapti. Juda ham ko'payapti. Bilimga keladigan bo'lsak, meni solishtiradigan joyim yo'q, chunki men ruslar bilan bir kun ham o'qimaganman, shu tufayli ham misol uchun ularda yaxshiroq, bizda yomonroq deb ayta olmayman. Men uchun o'zbek tili bilan, o'zbeklar bilan bog'liq shu o'zi katta xato. To'g'ri. Chunki mana hozir boya aytgandek, ijtimoiy tarmoq endi bugun kundalik kunimizni bir tabiiy holati. Xohlasak ham, xohlamasak ham shu kun ijtimoiy tarmoq bilan bog'liqmiz baribir. Va juda ham ko'p mana shu mavzudagi gaplar, mana shu mavzudagi qandaydir izohlar. Endi bu narsani paydo bo'lishini o'zi aslida noto'g'ri. Chunki bitta yerda, bitta mamlakatda yashaymiz. Ilgari bu narsaga hech kim e'tibor bermasdi. Sen rusmisan, karismisan, armanmisan, o'zbekmisan, farqi yo'q edi, tojikmisan. Negadir mana o'sha 90-yillar boshida shu mavzu ko'tarildi bir. Keyin yana tinchidi, ancha tinchidi. Hozir oxirgi paytlarda yana shu mavzu yana paydo bo'layotgandek.
Shunisi yoqmaydi menga. Lekin biroz oldin bu savolingizga o'zingiz javob berdingiz-ku, G'anishir aka. Nima uchun biz Rossiyaga borib turib o'sha yerdagi imtihonlarni topshirishga majbur bo'lamiz? Chunki ishlash uchun bizga imkoniyat berishligi uchun yoki Germaniyaga borib turib, Xitoyga borib turib, Xitoyga borsangiz hattoki ingliz tilida gaplashmaslikka Yo'q. harakat qilishadi. Chunki Misol, Xitoy tiliga. chunki o'zini anaqasi vatanparvarligi juda ham yuqori. Nima uchun bizda bunday bo'lmasligi kerak? Menimcha hamma Mutlaqo. davlat tilini bilishi shart deb bilaman, ammo boshqa millat vakili sifatida buni bemalol aytishim mumkin. U bir qanaqadir fikrdan kelib chiqqan holda emas. Nima uchun? Boshqalarda shunday, bizda bunday bo'lishi kerak emas. Biz ham va bu yerda istiqomat qilayotgan barcha insonlar hech bo'lmasa mehr ko'rsatish kerak bu tilga. Aynan. Mhm. Aynan mehr. Qo'pol gaplar bilan emas. To'ppa-to'g'ri. Qandaydir bir shu jahl bilan kerak emas. Mhm. Mehr bilan shu narsani etinglar. Mana To'ppa-to'g'ri. mahallada o'sayotgan bolalar o'z-o'zidan gapirib ketadi. Mhm. Ularni hech kim majburlamaydi-yu. Mhm. Chunki muhit shunaqa. Hamma joyda mana shunaqa muhit qilaylik. Hamma joyda o'zbeklar haqiqatan ham juda ham zo'r, juda ham mehmondo'st, juda ham yumshoq, juda ham aslida shunday-ku. Bunaqa millat Lekin- boshqa yo'q. Lekin oxirgi paytda o'sha bir-biri bilan nima deydi? Bir-biri bilan qo'pollashib ketishi albatta bu tildan uzoqlashtiradi. To'ppa-to'g'ri. Mana shuning uchun man misol uchun men ham shuning tarafdoriman. Mhm. Mehr kerak. Mana shu tilimizga bo'lgan hurmatni oshirish kerak. Mana oddiy misol kundalik hayotda o'zbek tilida gapiradiganlar ko'p. Ko'p. Lekin siz mana informatsion dastur olib borasiz. Hmm. U yerda toza o'zbek tili, sheva qo'shilmagan, aksent yo'q Mhm. til kerak. Mhm. To'g'rimi? Mhm. Endi bu darajagacha hamma ham yetib borish, uncha-muncha o'zbeklar ham informatsion dasturni olib bora olmaydi aslini olganda. Lekin haligacha Chunki bilmaydigan so'zlarim juda ham ko'p. G'anishir aka, kerak Yo'q, bo'lsa endi til informatsion boy-u. dastur paytida bu so'zi ma'nosi nima? Shuni soddaroq qilib yozib bersanglar bo'lmasmidi deyman. Men tushunmayotgan bo'lsam, oddiy xalq tushunmasligi mumkin-ku deyman. Uni soddalashtirishga harakat qilaylik. Haligacha, misol uchun, o'sha 23 yil 22 yil aniq bo'ldi, lekin haligacha o'zbek tilini o'rganyapman. U haqiqatan juda ham boy til, chiroyli til. Bu yerda yana bilasizmi, yana nima men nazarimda xalaqit beradigan narsalardan biri. Mana eski filmlarni ko'ramiz, misol uchun chet ellik bo'ladimi, Mosfilm, Lenfilm, boshqa kinostudiyalar qilgan filmlar bo'ladimi, farqi yo'q, o'zbek tiliga dublyaj shunaqa zo'r bo'lgan. Men misol uchun ko'p kino filmlarni misol uchun original rus tilida ko'rmasdan o'zbek tilida ko'raman, chunki haqiqatan zo'r ishlashgan. O'sha aktyorlar haqiqatan o'zbek tilida gapirgandek tuyuladi. Ammo agar dublyaj ham mundoq yaxshilab eshitib ara qiladigan bo'lsak, oddiy til bilan gapirilgan. Oddiy, ya'ni shu kundalik hayotimizda gapiradigan so'zlar ishlatilgan dublyajda. Bugungi kunda men o'zim ham misol uchun seriallarda bo'ladimi, boshqada bo'ladimi, ovoz berishga boramiz. Juda ko'p jihatdan notabiiy-da mana shu. Misol uchun ota bola bilan men seni hayotda shunaqa gapirmaydi-yu deyman-da endi misol uchun. Shuni sal oddiyroq qilish iloji yo'q. Endi informatsion dastur tushunarli, u alohida. Lekin filmlardagi mana shu ovoz berishda men nazarimda sal soddaroq qilib, odamlarga yaqinroq qilib bersak bo'lmasmikan degan bir savol. Bilmasam, endi kino seriallarida bizda siz chiqasiz-ku axir. Yo, misol uchun men aytayotganim, mana siz ham eshitasiz shu narsani. Kino seriallarni umuman tomosha qilmayman, to'g'risini aytsam sizga. Birinchidan bunga vaqtim bo'lmayapti. Vaqtim bo'lmayapti. Keyin o'zi eskitdan qanaqadir seriallarga ayniqsa qiziqishim baland ko'p vaqt oladi. Vaqt oladi. Uni bir ko'rishni boshlaganingizdan keyin Yotib olish kerak. yotib olib ko'rasiz-da, bundoq bir qo'pol qilib aytganda. Keyingi seriyani kutib yashaysiz. Men unaqa nima desam ekan, sabrim yo'qroq. Undan ko'rasi bitta yaxshi bir mayli, onda-sonda kino ko'rishim mumkin, lekin bir shuning uchun bu savolga albatta siz javob berishingiz kerak bizga. Nima uchun siz kino seriallarda chiqayotgan vaqtingizda sodda, oddiy xalq tushunadigan tilda gapirmaysiz? Iloji boricha shunaqa ko'pincha mana o'sha ovoz berishda o'zimga o'zim ovoz beraman o'sha yerda. Misol uchun gapirib ketsam,
ovoz rejissyor, endi u ham tushunaman, misol uchun kanalni talabi. Yo'q, mana bu yerda mana bu gaplarni to'g'rilashingiz kerak. Mana bunaqa sen, men kelyapti, ketyapti. To'g'risi kundalik men aytmoqchimanki, tilimiz juda shirin. Uni faqat shu adabiy tilga yaqinlashtirib, faqat shu bilan yo'q, oddiy til bilan gapirsak ham oddiy tilimiz qaytanga qanaqadir mazaliroq chiqadigandek tuyuladi menga. Misol uchun, mana ko'chada, bozorda gaplashadigan bo'lsangiz, yo misol uchun ko'pincha qishloqqa boraman, qishloqda hali o'zimni tengqurlarim bilan bir paytlar maktabda o'qib yurgan paytda o'sha maktabga ham borib yurardim, sinfiga kirib darslarni ko'rardim. Gapini eshitsangiz maza qilasizda. Shunaqa shirin. Ular hali adabiy tilda, hali kitobda yozilgandaqa. Lekin yozishga kelganda aniq yozish kerak men nazarimda. Gapirganda mayli hozir nima uchun aniq yozish, to'g'ri yozishmayapti? Chunki ularni so'zlashi, gaplashishi shunaqa bo'lgandan keyin yozilishi ham shunaqa bo'layapti. Ya, endi bu ikkinchi masala. Bu masalani maktab hal qilish kerak. Ya'ni aytmoqchimanki, mana maktabda diktant. Ilgari ham shu mana ko'chada bemalol gaplashardik. Mana siz ham o'zingiz maktabda o'qib yurgan payt hech ko'chaga chiqib, hech kim bilan sen, men deb gaplashmagansiz. Qalay ishlar? Sonlar yaxshimi? Qalasan, zo'rmisan? Shunaqa gap. Lekin yozishga kelganda to'g'ri yozardilar. Ya'ni orfografik jihatdan hammasini maktabdan shu narsani o'rgatish kerak. Ya'ni asos solib berish kerak bolalarga. Keyin gaplashishda mayli o'zgartirsa bo'ladi, ozgina sal oddiyroq qilib. Endi juda ham chet el so'zlarini qo'shib gapirmasdan o'zimiz o'zbekona so'zlarni sal o'zbek tili boy, mana hozir aytasiz, ko'p so'zlarning ma'nosini o'zim ham bilmayman. Men ham bilmayman. Bir xil so'zlar bitta she'rlarda, misol uchun eski she'rlarni o'qiydigan bo'lsak, nima ekan bu deyman. Keyin bundoq qarasangiz, u mana bu so'z mana bu ma'noni bildiradi ekan. Eski o'zbek adabiy tilida olinadigan so'zlar ham ko'p. Hattoki mana zamonaviy so'zlarning ham ko'pini mana buni tarjima qilginsa odam no'noq bo'lib qoladi, gapirmasdan, topa olmasdan. Men ham har doim to'g'ri gapira olmayman, lekin to'g'ri gapirish va yozilish tarafdoriman. Nima bo'lgan taqdirda ham. O'shanda til buzilmaydi. Til buzilmaydi. Gapirishga kelganda ham shunaqa deysiz. Men deyishga har doim harakat qilaman-ku, lekin har doim ham chiqmaydi, o'xshamaydi. Men deb ketaman. Endi bu nima deydi, kundalik hayotimizdagi narsa-da endi. Mana endi ishda tushunarli. Informatsion dastur o'zbek tilida tayyorlanadi. Ish jarayonida xodimlar bilan o'zbek tilida gapiradi. Kundalik hayotda-chi? Kundalik hayotda ham ko'proq o'zbek tili. O'zbek tilida. Yana bir ko'p beriladigan savollardan biri, qaysi tilda o'ylaysiz? O'ylashga kelganda esa rus tilida ham, o'zbek tilida ham baravar o'ylashim mumkin. Lekin vaziyatga qarab. Ya'ni qaysi inson haqida o'ylayapman, qaysi masala bo'yicha o'ylayapman. Misol uchun shundan kelib chiqqan holda ham o'ylaysiz. Lekin asosan yon atrofimda 80 emas 90% misol uchun o'zbek millati bor bo'lsa, tanish, bilishlar, ishxona, asosiy vaqtimiz baribir ishxonada o'tadi. Shu tufayli ham o'zbek tili men uchun juda ham yaqin. O'zbek tilini sevaman, vatanimni sevaman. Haqiqiy vatanparvarman, G'anishir aka. Misol uchun chet eldan mana boshlovchi sifatida ham rus tili ham o'zbek tilida bo'lgansiz. Misol uchun chetdan ham takliflar bo'lganmidi? Yo'q. O'zbekiston 24 telekanalida rus va o'zbek tilida efir olib borganman. Hozirgi kunda esa Sevimli telekanalida faqat o'zbek tilida efir. Ilgari davlat kanallarida ishladingiz. Ancha. O'zbekiston 24. Sport telekanalida hamkasb bo'lgan paytimiz ham bo'lgan edi. Ko'p emasida G'anishir aka bir 2 yilmi, 2,5 yil ishladik. Endi Salovatingiz shunaqa bosardi, o'sha vaqtlari yomon salovatingiz bosardi. Men ozgina juda bir yuvoshgina odam bo'lgan bo'lsam. Gap bilasizmi, odamni tashqi ko'rinishida emas, uni ichki stержeni bor-da, stержень. O'zbek tilida qanaqa aytsam ekan? Ishqilib o'sha bor-da, misol uchun. Sizni salovatingiz bosardi. Har doim jiddiy, og'ir, bosiq, vaznli inson edingiz. Assalomu alaykum, va alaykum assalom derdingiz, o'tib ketardingiz. Tez shoshilib kirib ketardingiz dublyajga, tez chiqib ketardingiz. Ishqilib siz bilan bunaqa muloqot qilaman deb hech qachon o'ylamaganman, to'g'risini aytsam. Lekin mana yillar o'tgan sari shunaqa bo'lib qoldi. Yo, endi nima deydi? U paytda endi hammamiz ishda bo'lganmiz-da. Mana hozir bemalol o'tirib gaplashib. Men o'zi podkastni to'g'risi tashkil qilishdan
maqsadim shu edi. Mm. Har safar aytaman, men bu yerga mehmon sifatida, misol uchun, albatta faqat mashhur inson yoki qaysidir soha vakili bo'lishini maqsad qilib qo'ymaganman. O'zimga ma'qul bo'lgan, o'zimga yoqadigan, bemalol o'tirib gaplashishi mumkin bo'lgan mehmonlarni chaqiraman. Mhm. Endi odam bo'laylik mavzusida endi. Odam bo'lib keldik, odam bo'lib ketaylik. Shuning uchun odamiylik to'g'risida gaplashadigan bo'lsam, o'zimga ma'qul odam bo'lishi kerak. Mana asta-sekin o'zim o'sha paytlarda kim bilandir gaplashishga vaqtim bo'lmagandir. Mana siz bilan ham o'tib ketib salom alaykum ketardik, lekin Assalomu alaykum, va alaykum assalom dedingiz, bo'ldi. mana vaqt soati kelibdi, mana Vaqt men soati. o'tirib gaplashib. Bironta do'stingizni bu yerga podkastga taklif qilmaganmidingiz? Mana misol uchun har bir insonni o'zini yaqin do'sti bor. Men misol uchun nechta podkast ko'rgan bo'lsam, lekin yodimda qolmadi. Bironta misol uchun shu podkastni olib borayotgan inson o'zini yaqin do'stini mehmon sifatida chaqirib, ularning hayotligi haqida, qandaydir qiziq voqealar haqida suhbat qurganligini shu paytgacha ko'rmaganman. Lekin siz haqingizda menimcha ko'p insonlarda ma'lumot olish qiziq bo'ladi. Bilasizmi, men bu narsani o'ylagan edim. Endi juda yaqin do'stlaringiz ko'p bo'lmaydi. Ular kam bo'ladi. Sanoqli. To'pato'g'ri. Taklif qilishni niyat qilib qo'yganman. Lekin ular bilan bo'ladigan suhbatim, bilasizmi, shu ichki o'zimizni oramizdagi gap bo'lib qoladi-da. Misol uchun chetda o'tirib tomosha qiladigan odamga biz o'zimizni hali xotiralarga berilib ketadigan bo'lsak, o'zi bir-birimizga qiziq bo'ladi bu narsa. Lekin tomoshabinga qanchalik bu qiziq bo'ladi, bo'lmaydi, bunisi sal. Lekin siz haqingizda qandaydir shaxsiy ma'lumotlarga ega bo'lish, ularni eshitish, menimcha sizni taniydigan, biladigan insonlarga qiziq bo'lish. Albatta, hozir mana podkastdan oldin, suhbatimizdan oldin biroz shu 5 daqiqa gaplashdik xolos, menimcha, lekin juda qiziq ma'lumotlarga ega bo'ldik. Men misol uchun siz haqingizda, siz men uchun, men haqimda qiziq. Hali nima deydi? Andisha degan narsa bor. Hamma narsani ham efirda gapirib bo'lmaydi, lekin shunaqa endi как это говорят же, ruslar aytadi-ku, у всех есть свои скелеты в шкафу. Вот, так же и у нас, понимаете, вот за 5 минут буквально мы вот так вот раз сказали, и вот все мы, оказывается, люди все-таки на самом деле. Mutlaqo qo'shilaman bu fikrga. Endi mana ko'p yillab televideniyada, mana siz ham, men ham davlat televideniyasida ishlaganimizda albatta qandaydir bir chegara borligini doimo his qilardik. To'g'rimi? Endi siz mana hozir xususiy kanal hisoblanadi, bu davlat kanali emas, lekin baribir o'sha yerda ham chegara bor. Endi o'ziga yarasha qanaqadir bir, misol uchun nimadandir o'tib ketdi bo'lmaydi. Mana bugungi kunda mana shu podkastlarni chiqarish imkoniyati paydo bo'lganligi, ya'ni ijtimoiy tarmoq. Bu yerda mana misol uchun hozir bilan gaplashib o'tirgan gapimizda televideniyada men mana shu suhbatni uyushtirishim o'zi bir muammo bo'lardi. Internet tarmog'ida siz o'zingizga xon, o'zingizga beksiz. O'shaning uchun ham aytganim. Ammo bu yerda yana bitta narsa borki, o'sha paytda biz olgan o'ziga yarasha saboq bugungi kunda ijtimoiy tarmoqda ham chegaradan o'tib ketmasligini biroz ta'minlab beradi. Albatta, chunki biz o'sha zamonning odamimiz. Baribir qanaqadir madaniyatimiz bor, o'zimizga yarasha, insonlarga o'zimizga nisbatan hurmatimiz bor. Bu duch kelgan narsani gapirish, u ham ahmoqgarchilikning bir turi. Mana bugungi kunda o'zingiz ham ko'p ko'rsangiz kerak. Endi kanallarda ko'p chiqadi deb ayta olmayman, lekin juda ham ko'p podkastlar mavjud. Boshlovchilari va mehmonlari duch kelgan narsani gaplashib o'tirishibdi. Sal qo'polroq qilib aytmoqchi edim, mayli, siz yumshatib chiroyli, endi chiroyli aytgan yaxshi. Duch kelgan narsani gapirib yuborish ehtimoli juda yuqori-da. Birinchidan hech kimni xafa qilmoqchi emasman, lekin baribir ma'lumot jihatidan, tajriba jihatidan, mantiq jihatidan hali misol uchun qanaqadir bir narsaga erishmasdan turib darrov mana meni ham qo'limdan keladi degan ma'noda qilish. Oddiy misol, bir paytlar sharhlardik. Sport sharhida aslini olganda
tennis, yana bir 29 ta sport turi Aha. jami olib qo'yadigan. Aha. Aslini olganda sportni sharhlash o'ta murakkab narsa. Ya'ni 1,5 soat davomida siz o'sha tomoshabin bilan birgasiz. Bo'layotgan voqeada ham xalaqit bermasligingiz kerak. Ham albatta o'sha yerda borligingizni sezdirishingiz kerak, bildirishingiz kerak. Til boyligi bo'lishi kerak. Emotsiyalarda boshqa bir qanaqadir so'z chiqib ketmasligi kerak. U undan tashqari siz o'sha sohani, o'sha bo'layotgan voqeani bilishingiz kerak, tushunishingiz kerak. Ko'pincha endi sharhlovchilarimiz ko'p edi, har xil bo'lardi. Ba'zi birlar yozardi hali. Men bu sharhlovchini Lekin tarixda qolganlari bor. Albatta. Chunki ular hammasi o'ziga haqiqiy professional. Nima deydi, o'zini ya'ni ruschasiga pocherka bor deydi, o'sha hammasini o'zini tili, o'zini ovozi. Lekin ko'pchilik aytardi, "Men sharhlovchini olib tashlanglar, bo'lmaydi, men bunisi bo'lmaydi, men xo'p, qanaqasi kerak? Men o'zim bundan zo'r sharhlayman. Xo'p, mayli, keyin bir esingizda bo'lsa, sport kanalida bir konkurs e'lon qilingan edi, boshlovchiligiga, sharhlovchiligiga. Da. Ba'zida jyuriga taklif qilishardi. Bir ikkita bola kelganda, sharhlovchi bo'laman. Xo'p, qo'lingdan keladi, men hozir boplab tashlayman. Men o'tir, men bu o'yinni ko'rgansan, bilasan, o'tir, sharhla. 15 minut. 15 minutdan keyin til aylanmaydi. Bo'ldi, so'z boyligi tugadi shu bilan. Tugadi. Lekin hozirgi zamon yoshlarining ishonchi juda ham baland o'ziga. Bilarmikin? Mana yozmasa boshlovchilik. Chiqib shunda olib o'qib berish go'yoki muammo emas u. Odamlar shunaqa deb o'ylaydi. Haligacha shunaqa gap nima qiyin joyi bor. Lekin u prямой efir, u to'g'ridan to'g'ri efirda bo'lgan vaqtingizda har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Siz bu vaziyatga tayyor bo'lishingiz kerak. O'zingizda misol uchun ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Bu vaziyatdan chiqib ketish bor. U mayli misol uchun nimadir bo'lib qoldi, lavha tugab qoldi, birdaniga boshlovchi chiqib keldi. Prямой ulanishlar bor-ku, muxbirlar bilan prямой ulanish bor. Muxbiri misol uchun o'sha yerda internet ishlamay qolishi mumkin. Birdaniga uni gapi uzilib qolgan bo'lishi mumkin va siz boshlovchi sifatida uni davom ettirishingiz bor. Odamlarga lekin juda ham bu narsa oson tuyuladi. Agar shunaqa oson bo'lganda edi, har ikkinchisi hozirgi kunda boshlovchi bo'lardi. Yo, bu misol bir paytlar Nodir aka To'laganov axborotda o'sha diktor sifatida ma'lumotlarni o'qib berishga bir taklif qilgan. Men sinab ko'raman dedim. Lekin bu meniki emas, bu aniq bilan. Boshlovchilik boshqa, diktor boshqa. Chunki ularning orasida juda ham katta farq bor. Bir o'zimni sinab ko'rdim. Yo'q dedim, meniki emas. Birinchidan tikka o'tirib, bir nima deydi, bir holatda deyarli qimirlamasdan ko'z ekrandan ham uzilmasligi kerak. O'sha berilayotgan tekstdan ham uzilmasligi kerak, lekin bexato har bitta so'zni aniq hamma tushunadigan, biladigan qilib aytib berish kerak. Boshlovchida sal erkinlik bor. Lekin boshlovchida ham o'sha siz aytgandek vaziyatdan chiqib keta olish qobiliyati bo'lishi kerak. Albatta bo'lishi kerak. Odamlarga tuyuladi. Hech bo'lganmi sizda shu har xil vaziyat bo'lgan. Men misol uchun prямой efirda yig'lagan vaqtim ham bo'lgan. Ko'zimdan yosh oqqan. Misol uchun du ko'z yoshlar. Chunki rejissyor bilan ozgina tortishib qoldik biz. Misol uchun inson professional bo'lsa, o'zini ishini ustasi bo'lsa, har bitta misol uchun professional rejissyor juda ham yaxshi bo'ladi. Boshlovchiga teginib bo'lmaydi efirdan oldin, gapirib bo'lmaydi. Qo'pol munosabatda bo'lish mumkin emas. Kayfiyatini tushirish kerak emas. Tushirish kerak emas. U nima dardingiz bo'lishidan qat'iy nazar, uni efirdan so'ng gaplashish kerak. Lekin meni shu darajagacha olib borgan, hattoki studiyada turibman, mikrofon taqilgan, bo'ldi, soat ketyapti, to'xtamayaptilar. Oxiri efirni boshladim. Birinchi podvodkani o'qiyotgan vaqtimda ko'zimdan yosh oqqan. Yig'ladim, lekin bildirmaslikka harakat qildim. Ovozda sal-pal sezildi-yu. Lekin shunaqa vaziyat ham bo'lgan. Har xil vaziyat bo'lgan. O'qiyotgan vaqtingizda ustingizga kadr chiqib ketishi mumkin yoki uzilishlar necha marotaba bo'lgan. Har xil vaziyat bo'lgan. Sharh paytida o'sha men jonli efirni yaxshi ko'raman. Mana. Chunki jonli efirda o'zingiz boshqacha his qilasiz. Adrenalin his tuyg'ular. Lekin
orada endi so'kinish bo'lmasa ham, lekin sal qo'pol so'zlar o'tib ketib qolgan O'tib paytlari ketardi, ha, o'tib Sizga ham ketardi, o'tib bo'ladimi? ketardi. Menda bo'lmagan. Lekin sharhlovchilarda man eshitganman. Ayniqsa mana shu emotsiyalarda, futboldami, odam qizishib ketgan vaqtida chiqib ketadi. Mana o'zingizda informatsion dasturda endi Yo'q, aslo. 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 demak, o'zingizni doimo nazorat qilasiz. Albatta. Yoki albatta. orada Chunki boshlovchilik bu o'zi shunaqa kasbki, inson bunga qadam bosganidan keyin hayoti davomida mas'uliyat bo'lishi kerak. mas'uliyat bo'lishi kerak. Har bitta bosgan qadamimizni o'ylab bosishimiz kerak. Gapimizga ham judayam qanaqa deyiladi? Hushyor bo'lishimiz kerak. Chunki biz o'zimiz bu kasbni tanladik. Nima uchun ertaga siz mana aytyapsiz-ku, hozirgi kunda podkast olayotganlar judayam ko'p. Duch kelgan narsani gapirishadi. Bu aslini olganda noto'g'ri. Chunki hozirgi kunda bizni internet judayam rivojlanib ketgan va yoshlar, bizni kuzatadigan yoshlar judayam ko'p. Ular kimdan o'rnak oladi? Bizdan o'rnak oladi. Bu noto'g'ri narsa. Biz yoshlarga nimani beryapmiz? Nimani o'rgatyapmiz? Shuning uchun avvalambor o'zimizga e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Mana yana o'sha yoshlar haqida gapirishni boshladingiz. Shunday bir davrki hozir yoshlarimiz televizor deyarli ko'rmay qo'ygan. Internetda yashaydi. Internetda yashayapti. Siz ham, misol uchun, men ham hali o'sha televideniyadagi ko'rsatuvlarimni hali olib boraman. Yoshlarimiz bizni, misol uchun, mana hozirgi kunda yoshlar unchalik ko'rmaydi, bilmaydi ham. Televizor. Televizor. Ko'rmaydi. Mana siz qilayotgan ishlar ularga qanaqa yetib boradi? U holda. Avvalambor bitta narsani katta g'urur va faxr bilan aytib o'tishim kerak. Aynan hozirgi kunda ishlayotgan telekanalimni menimcha 80% aholi kuzatadi va ko'radi va bu albatta men uchun judayam bir faxrli va xursandchilik olib keladigan vaziyat. Chunki bu narsani tan olishimiz kerak. Bizni asosiy aholi aynan hozirgi kunda men ishlayotgan telekanalni tomosha qiladi. Keyin baribir u zamonni odamiman. O'zimda mana ko'p joylarga boraman. Haligacha aytishadi, sizni ko'rib biz katta bo'lganmiz. Yoki mana hozirgi kunda jurnalistika institutiga, universitetiga kirayotganlar ham necha marotaba menga jo'natib yuborishdi bu narsani. Kimga havas qilib. Havas qilib. Aynan shu jurnalistika sohasiga kirib kelishimizdan sabab bu Arivat Grigoryanga men o'xshamoqchiman, ular kabi bo'lmoqchiman degan narsa. Va yoshlar hozirgi kunda mayli televideniya sohasiga qiziqishi pasaygan bo'lishi mumkin, ozmi ko'pmi, lekin bitta narsa juda ham xursand qilyapti meni. Bu kitob o'qishga qiziqish kundan kunga ortib boryapti. Bu narsani tan olishimiz kerak. Chunki bibliotekalarga kirgan vaqtingizda ko'plab yoshlarimiz bibliotekada aynan o'tirib kitob o'qishyapti. Kitob sotib olishyapti. Internetda hattoki men taniydigan insonlar orasida ham ko'pchilik hozirgi kunda o'qiyotgan kitobini storiesiga qo'yadi. Oldin bu narsaga men e'tibor bermagan ekanmanmi yoki bunaqa darajada ajiotaj bo'lmaganmidi, lekin hozirgi kunda kitobga qiziqish juda ham baland. Va aynan yoshlar orasida internetga qiziqqanidan qat'iy nazar. Mana siz televideniyega kelganimda Elvira To'xfatullina olib kelgan deyarli birinchi ustozlarimdan va aniq bilamanki, Xurshida Bonu Nazarova birinchi ustoz sport sohasidan sport dasturidan boshlaganman-ku. Xurshida bilan ko'p yillar birga ishlab, hali yoshlar kanalida boshlagan. Men aytmoqchimanki, juda ko'pchilik insonlarni siz mana ustozim deb aytib o'tasiz, haligacha esga olasiz. Sizni ham ustozim deb tilga olib, siz bilan birga ishlayotganlar bormi hozir? Yoshlar telekanalida ishlab yurgan vaqtimda ham menga shogirdlikka tushmoqchi bo'lgan insonlar juda ham ko'p edi va haligacha juda ham ko'p. Ayniqsa mana hozirgi kunda yozishadi, Instagram, Facebookdan yozishadi, iltimos shogirdlikka oling. Lekin men o'zim shogird olmayman. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan, o'qitishimga to'g'ri kelgan edi. Yangi kelayotgan boshlovchilarni, nimadirlarni o'rgatishim kerak edi. Shu keraklik uchun ham o'rgatganman, lekin shaxsan o'zim bir xohlab, istab men shogird olmaganman. Nega? Shu bilmayman nimaga shunaqa qilyapman. Ko'pchilik aytadi, oling, vaqtingiz o'tib ketyapti, baribir ertaga siz oldingizga ustoz yaxshimisiz deb kelishsa, xursand bo'lib ketasiz.
Bu Bilasizmi nima mas'uliyatdan uchun? qochishmi yo Mas'uliyatdan qochish emas. Odam bir narsaga qo'l urgandan keyin shu bajarayotgan vazifasini 100% dan hech bo'lmasa 95% ga a'lo darajada bajarish kerak deb o'ylayman. Lekin men televideniya sohasida 22 yil, 23 yildan beri faoliyatimni olib borayotganimga qaramasdan bu vazifani 95% ga bajaryapman deb aytolmayman. Chunki hali-haligacha o'zbek tilini o'rganyapman. Bilmagan, tushunmayotgan narsalarim juda ham ko'p va o'rganishdan, bilishdan hech qachon charchamayman. Qancha yashasam shuncha yillar davomida men o'rganaman va izlanaman. Lekin o'zim bu narsani juda ham a'lo darajada bilmaganligim uchun qanday qilib men shogird olib va uni o'rgatishim mumkin? Hozirgi kunda bilasizmi, mana misol uchun 2 marotaba televizorda chiqqan boshlovchilar ertaga to'y olib boryapti. O'quv kurslarini ochishyapti, shogird olishyapti. Lekin men misol uchun bularni ko'rib turib, qaysi vijdon bilan bu narsaga qo'l uryapsan deb ichimda o'tib ketadi-da bu narsa. Qanaqa qilib? Bu insonlarning, bu kelayotgan yoshlarning vaqti ketadi, puli ketadi, tekinga hech kim o'rgatmaydi. Qaysi vijdon bilan shogird olishyapti, o'qitishyapti? Sen bo'la qo'lingdan kelmaydi. Qo'lidan kelmayapti. Qo'lidan kelmayapti. Lekin bu kelayotgan yoshlar bu narsani farqiga bormaydi-ku. U yosh hali, u izlanyapti. Ha, hisob. O'rganaman deydi. Yoki har xil kurslar ochishyapti. 20 talab, 30 talab, endi odam to'plab qaysi vijdon bilan qilishyapti shuni? Misol uchun meni vijdonim bu narsani qabul qilmasdi. Aslini olganda, juda ham ko'pgina mashhur olimlar, butun dunyo taniydigan insonlar doimo mana shunday fikrda bo'lgan. Ya'ni hali o'zim hali ko'p narsaga erishmaganman, birovga bir narsani berishim yo yetkazishim sal ya'ni shubha bo'lardi. Shubha kimda bo'ladi? Shubha haqiqatan izlanayotgan, haqiqatan bir narsa qilayotgan, bir narsaga erishmoqchi bo'lgan insonda bo'ladi. Farosati bor odam. Farosat bo'lmasa shubha ham yo'q. Televizorda chiqdim, men zo'rman deb o'ylashadi. Mana ilgari yana shu mavzuni o'zingiz sal uchun chiqarib qo'ysiz, unga keyinroq o'tmoqchi edim. Mayli, u ikkita efirdan keyin to'yga chiqib ketadi deyapsiz. Ilgari men bilishimcha, boshlovchilar televideniyada ishlab, televideniyada obro' topib, televideniyada o'sha ko'rsatuvlarni olib borish maqsadida shu sohaga kirib kelgan. To'ylarda chiqish bu shunchaki yordamchi qo'shimcha sifatida qo'shimcha daromad bo'lgan. Men nazarimda bugun biroz vaziyat o'zgargan. Bugungi kunda televideniyaga kelib, sal nomini chiqarib turib, asosiy maqsad to'ylarda chiqish. To'y, uni orqasidan katta pul topish, ko'tarilish misol uchun. Hozir fikr biroz o'zgargan. Meni nazarimda вообще umuman olganda to'yga chiqadigan inson bu bir madaniyat xodimi bo'lishi kerak. Shu sohadan chiqqan, ularni olib borishi ham, o'zini tutishi ham boshqacha bo'ladi. Hozir maqsad televideniyada o'zini ko'rsatish yoki mana shu kurslarga borish, falon pullarni to'lash, maqsad shu to'yga chiqaman, ertaga bu pulni chiqaraman va yana daromad ko'raman. Qadrsizlanib ketyapti. Misol uchun men to'y olib bormayman. Taklif qilishadi? Albatta. Va buni yon atrofimdagi odamlar ko'pchilik biladi. To'y olib bormaganman deb aytolmayman. Undan ko'rasi bir marta qilib ko'rishim kerak va bu narsaga amin bo'lishim kerak. Bu narsa menga to'g'ri kelmasligini, chem umuman bunga qadam bosmasdan turib, yo'q, u menga to'g'ri kelmaydi degandan ko'ra, to'y olib ko'rganman bir marotaba va bildim u meniki emas. Nima qilaman? Boshqa birov insonni bu yerda joyini egallab turib, misol uchun to'y egalaridan pul olib, o'zimda xohish, istak yo'q bu narsaga. Galina Vitalyevna Melnikova ular ham to'y olib bormagan hech qachon. Odam o'zini qanaqadir prinsiplari bor hayoti davomida va har bir inson o'zini prinsiplariga sodiq qolish kerak. Hozir esa faqat shu pul qandaydir moddiy tarafdan
nima deyiladi? Moddiy tarafni o'ylashyapti odamlar hozirgi kunda. Misol uchun ilgari ham taniqli aktyorlarimiz, hattoki diktorlar guruhi bir 27 kishi bo'lgan bo'lsa, jami o'sha paytda Galina Melnikovdan tortib rahmatliga va barcha diktorlar hammasini tanirdi ham. Ularni ham to'ylarga taklif qilishardi. Ko'pchiligi to'ylarga borardi. Lekin ularga yarashadi. Yo'q, ular aynan shu. Ularni taklif qilishdan maqsad ularni ko'rish. Televizorda emas, mana shu yerda. Orzu, havas. Ularni shu hattoki o'sha to'yda ham chiqib o'zini tutishi, gapirishi boshqacha. Lekin bu ularning asosiy ishi bo'lmagan, asosiy ishi televideniya bo'lgan. Televideniya. Hozir biroz vaziyat o'zgardi. Bugungi kunda men ko'pincha to'ylarga to'g'risi bormay ham qo'yganman, o'zi iloji boricha. Chunki men o'zimni qari demayman-ku, lekin nima deydi? Ancha ochilib ketibsiz qaytanga yillar o'tgan sari. Ancha ochilib ketibsiz. Shu gapingizga hozir kelinlar qo'zg'olondagi gapingiz. Va bunga eng asosiy sabab bu albatta sizni ayolingiz. O'zgarib ketibsiz. Men sizni 1-8 yildan beri ko'rmadim. Endi sochga oq tushgan, men hali izohlarda ko'p o'qiyman-ku. Va men bu aka rosa qarib ketibdi, rosa. Qarang, bu yozayotgan insonlar yillar o'tgan sari yosharib ketaverar ekanmi o'zi? Shani ko'rib, uyda ayolimga ko'rsatadigan bo'lsa aytadi, bo'ldi endi, bor narsani yozganda deydi, hazillashuv ham. Va rosa qarib ketibdi, chirib ketibdi bu. Siz o'zgardingiz, yaxshi tarafga o'zgardingiz, yaxshi tarafga. Endi hozir maqtab qo'ydingiz, ko'zimdan yosh ham chiqib ketdi. Oilangiz haqida gaplashamizmi? Yo'q, oilam. Oilamni. Lekin ayolingiz sizdan ancha yillar yosh ko'rinadi. Bu narsani ham aytib o'tish kerak. Endi yaxshi. Qarang. Gap ochig'i, mana oila masalasida deyarli hech qachon mehmonlarimga savol bermayman. Sababi o'zim ham oilam to'g'risida uncha ko'p ham gapirmayman. Chunki oila muqaddas. Bu shaxsiy bir territoriya. Uni ichiga hamma ham kiravermaydi. Yaqin do'stlarim biladi, xabari bor. Hozir men ham bildim. Mayli, tafsilotlarga to'xtalib o'tmaymiz. Chunki siz ham misol uchun agar yaqin inson bo'lmaganingiz, bugungi uchrashuvimiz ham to'g'risi bo'lmasligi mumkin edi. Shuning uchun. Ko'rdingizmi, hozir oilam to'g'risida gapirsangiz, darrov xayolim ham ketib qoldi. Xo'p. Fikrim ketib qoldi. Yo'q. Endi yana bitta savol. Mana bugungi kunda televideniya esingizda bo'lsa, Moskva слезам не верит degan film bo'lardi. Gosha, Grisha, Goga. Da. O'sha filmda Rudik bir televideniya operatori aytgan edi. Hech narsa bo'lmaydi, teatr bo'lmaydi, hech narsa bo'lmaydi, faqat televideniya bo'ladi. 20 yildan keyin, 40 yildan keyin ham. Hozir shunaqa davr kelib qoldiki, televideniya sekin-sekin ikkinchi darajaga o'tayotgandek tuyulyapti. Albatta, keyinchalik esa искусственный intellekt bo'lib ketadi, boshlovchilarga muhtojlik muhtoj ham bo'ladi. Shuning uchun televideniyada ishlayotgan so'nggi boshlovchilardanmiz deb o'ylaysizmi? Yoshim jihatida misol uchun so'nggi deyishim mumkin, lekin haligacha yoshlar chiqib kelyapti mana. Tinmasdan yangi yuzlar davom etadi hali. Hali davom etsa kerak, Lekin shaxsan o'zim hurmatim borida televideniyadan ketaman, xudo xolasa, o'zimda kuch g'ayrat topib, lekin u hali beri emas. Hech bo'lmasa yana 5 yil ishlab qo'yaman va keyinchalik nega unaqa qarorga keldingiz televideniyaga ketib? Men o'zim shunaqa insonman. Misol uchun o'zgartirish. Hayotim davomida mana munosabatlar, ikki inson o'rtasidagi munosabatlar. Shunaqa toifadagi insonlar bor,
До последнего, вот прям вот Chidab bo'lmasa ham вот oxirigacha. oxirgi kaplasiga bo'lsa ham mana shunaqa turadigan odamlar bor-da. Men bunaqa insonlarni tushunmayman. Odam o'zini hurmat qilishi kerak, o'zini yaxshi ko'rish kerak. Если эти отношения уже умерли, нужно с ними заканчивать. Mhm. Shunaqa deb ayta olaman sizga. Если человек сам себя уважает и любит, он встанет и уйдет. Не потому, что так нужно для общества или, ну как, для себя, вот для галочки. Нет, до последнего, до победного. Так нельзя. И также в работе я считаю, что yoshingiz o'tgan sari yoshlarga avvalambor butunlay joy berish kerak. Yo'l berish kerak. Yo'l berish kerak, да. Пожалуйста, imkoniyat yaratib berish kerak bularga. Keyin baribir u yosh bizga ta'sir qiladi. Ko'rinishimiz o'zgarib ketadi. Bizani olib borish qanaqadir как это? Usuli eskirgan bo'lishi mumkin. Da, shu tufayli ham odam o'zini hurmatini bilib turib, Ya'ni xotirada zo'r bo'lib qolishi kerak. Da, shu xotirada insonlarning xotirasida shunaqa bo'lib qolishi kerak. Shunaqa deb o'ylayman. Ну, hali mana. Yo'q, menimcha hali siz bu haqda o'ylashingiz biroz ertaroq. Hali 5 yil ham ertaroq men nazarimda, mayli. Ha, rahmat sizga. Rahmat sizga. Ancha ko'nglimni ko'tardingiz. Hali yana bir bor ancha. Aha, rahmat. Shoshish kerak emas. Buni ustiga bu ishni misol uchun o'zingiz sevib qilasiz. O'zga yoqadi. Mana ishxonaga maza qilib borasizmi? Maza qilib kollektivimni yaxshi ko'raman. Hammani yaxshi ko'raman. Hammani kuldirishni yaxshi ko'raman. O'zim kulishni yaxshi ko'raman. Shu maza qilaman-da, odam o'zini qiladigan ishini yaxshi ko'rish kerak. Bilasizmi, o'sha boya aytdim-ku, boshida birinchi o'sha tanishgan paytlarimiz, o'sha 2003-yil mana keldim deyapsiz. Ungacha men o'zim bir 3-4 yil ishlagan bo'lsam kerak. Lekin o'sha birinchi ko'rganlarimda doim hayron qolardim. Doimo tabassum bilan kulib, bir xushchaqchaq, bir yaxshi kayfiyat bilan so'rashib, salom alaykum qilib ishlaringizni ham bajarardingiz. Lekin men nazarimda o'sha paytda ham o'sha jiddiyligingiz sezilardi. Endi chetdan turib, kasb taqozosi. Chetdan turib kuzatadigan bo'lsa. Endi mana hozir o'zingiz aytdingiz, hattoki yig'lagan paytlarim ham bo'lgan, jahl qilgan paytlaringiz ham bo'lgan. Ya'ni har bitta odam, inson singari sizda har bir o'sha xislatlar bor. Lekin baribir siz o'zingizni ko'proq pozitiv inson deb hisoblaysizmi yoki qaysi toifaga o'zimni kiritishimmi? Pozitiv emas, optimist deb hisoblaysizmi o'zingizni? Da, optimist. Ko'pincha mana misol uchun insonlarni kayfiyatini ko'tarishga harakat qilaman. O'zimni ham har doim hayotim davomida nima bo'lishidan qat'iy nazar ishxonaga kelganimda bu narsani sezdirmaslikka harakat qilaman. Chunki bu meni shaxsiy ishim va bu yon atrofga ta'sir qilish kerak emas. Hattoki mana hamkasblarim ham aytadi, farroshdan tortib rahbariyatgacha sizni hamma yaxshi ko'radi va hurmat qiladi. Farrosh misol uchun farroshlarni qaytinga mashunda ko'taraman, chunki shunaqa ularni yaxshi ko'raman. Odamgarchilik jihatidan ham juda ham yuqori insonlar bular. Manmanlikka, kibrlikka berilmagan. Kibrni juda ham yomon ko'raman va bu bilan hayotim davomida kurashib kelganman. Kibrlikdan qo'rqaman. Kibrlik juda ham yomon narsa. Shuning uchun ham odamlar bilan assalomu alaykum va alaykum assalom har doim bir pozitivniy xushchaqchaq bo'lishga harakat qilaman. Podkastimiz taxminan o'sha 1 soatlarcha davom etadigan o'zimizga reja qilib qo'yganmiz. Aynan Petani yaxshi taniysizmi? Petya, da, televideniyega qadam bosganimdan beri taniyman. Shundan beri hech o'zgarmaydi. Yo'q, o'zgarmadi. Hamma o'zgarsa ham bu o'zgarmaydi. Petya o'zgarmaydi. Miyash. Petya shundoq o'tadi, odatda menga ko'rsatadi. Palon vaqt o'tdi, tugat, to'xtat, bo'ldi. Ayolingiz ham ko'rsatdilar hozir. Ko'rdim, ha? Shunaqa bizning podkastimizni ular tugatishmoqchi. Aynan, ko'rdingizmi? Bu yaxshi suhbat bo'layotgan paytda to'xtat. Mayli, endi hamma narsani nima deydi, vaqtida, shiringina joyida to'xtatib, keyin nasib qilsa yana bir marta Xudo xolasa, ko'rishib, yana bemalol davom ettirsa bo'ladi-yu. Lekin bugungi suhbatimizni yakunlashdan oldin mana hozir aytdingiz. Endi yomon ko'radigan xislatlaringizdan bu albatta o'sha kibr, manmanlikni juda ham yomon ko'raman. Bu tushunarli. Kibrni va manmanlikni yoqtiradigan odam bo'lmasa kerak, lekin ko'pchilik uni qabul qilishi mumkin. Chunki o'zi ham shunaqada. Savolim boshqacha. Insonni qaysi
xislati eng siz uchun oliy, yaxshi xislat? Если он не предатель. Предатель. Sotqin, Да. xoin. Но вы знаете, это такое понятие, оно на самом деле, uni ma'nosi judayam keng. Misol uchun, это может быть и в отношениях, и в дружбе, и в работе. То есть bu judayam bir Keng ma'nodagi keng ma'noga tushuncha. ega tushuncha. Если он не предатель, значит, это мой человек. Да. Да. Shunaqa insonlarni hurmat qilaman. U xushchaqchaqmi, xo'mrayib yuradimi, sotqin bo'lmasa bo'ldi. Sotqin bo'lmasa bo'ldi. Chunki bunaqa insonlardan hamma narsa kutish mumkin. Sotqinlardan. Albatta. Aziz do'stlar, bugungi mehmonim juda chiroyli, sevimli telekanalni boshlovchisi Arivat Grigoryan. Rahmat. Rahmat sizga. Sizga rahmat. Ko'rishganimdan juda ham xursandman. Sog' bo'ling. Xudo xolisa yana ko'rishamiz. Xudo xolisa. Rahmat.